6 xonali uyim bo'lishi Allohga oson deb yaxshi niyatlar bilan yuribsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. 10 sotikli, 3 ta sanuzelli 268 metr kvadratli hayhotdek hovlimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Xonadonimiz 100% yevroremont qilingan, oshxonalari akkuratni, chiroyli holatda, teylari podval. To'riga kirganimizda uzungina ayvon, hol sifatida foydalanib, ko'pgina mehmonlarni bemalol kutib olsak bo'ladi. Ikki yog'ida ikkita zal deb foydalansak ham bo'laveradi. To'riga o'tsak hol, chap tarafimizda shunaqa kengina spalni, родительский spalni, o'zini ichkaridagi sanuzellari bilan birga. Hamma yog'i oppoqqina, chiroyli, akkuratni uyimizni xarid qilishga shoshiling. Bu yoqda yana bitta kattagina zalimiz bor ekan. Xullas, mehmon kutsangiz 100 ta mehmonni ham bemalol sig'dirib oladigan kengina xonadon. Bu yoqda yana kelinchaklarning xonadoni, o'zining lulkalari ham bemalol sig'ib ketar ekan. Ichkarida yana bitta sanuzel. Xonadonimizning remontlari svejiy holatda, ichida ko'p gilam, parda, konditsioner kabi ayrim narsalar qolish ehtimoli yuqori. Bu yoqda shunaqa kichkinaroq xona bor, detskiy qilib foydalansangiz ham bo'laveradi. Shoshiling, boshqa silib ketmasdan oldin ulguring. Videoni 10 sotikli hovli qidirib yurgan qarindoshlarga jo'natamiz.